Er xotin o'rtasidagi janjal asosan ikkita masalada chiqadi. Birinchisi farzand tarbiyasida. Ya'ni siz turmush qurganingizdan keyin orzu niyatlar bilan farzand kutdingiz va farzand dunyoga keldi. Ana endi uni ikkinchi darajasi, ya'ni ikkinchi pog'onasi boshlandi. Siz tarbiya jarayoniga kirdingiz. Turmush o'rtog'ingiz butunlay boshqa vaziyatda, sharoitda tarbiya topgan. Siz boshqa holatda, vaziyatda tarbiya topgansiz va o'rtada farzand bor. Ana endi farzandingizni tarbiyalash jarayonida kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Masalan, o'zimda shunday holat bo'ladi. Men o'zimni bolalarimni urishsam, bu men uchun normal holat, ya'ni bu tabiiy. Lekin turmush o'rtog'im urishib qolsa bormi, yuraklarim titilib ketadi. Go'yoki bu normal holat emasdek. Ammo shunday bo'lsa ham o'zimni ularning o'rtasiga kirishdan to'xtataman. Nega? Chunki biz kelishib olganmiz. Turmush o'rtog'im bilan farzand tarbiyasi bo'yicha qadriyatlarni kelishib olganmiz. Nima xohlaymiz? Farzandimiz qanaqa bo'lishini xohlaymiz. Va bu yo'lda bizga yoqmagan ba'zi jihatlar bo'lsa ham o'zimizni nazorat qilishni o'rganishimiz kerak. Keyin vaziyat o'tgandan keyin men ularga tushuntiraman. Sal oshirib bordi shekilli dadasi desam, men urishganim ko'rinadi, sen urishganing ko'rmaydi. Kecha sen urishganingda ham oshirib o'rganing yuragimni ichiga tegib ketdi. Ayniqsa qizim urishganga chiday olmayman degan fikrlarni aytadilar. Farzand tarbiyasi ustida janjal bo'lyaptimi? Demak, qadriyatlar, tarbiya yo'nalishidagi an'analar kelishib olinmagan. Agar siz turmush o'rtog'ingiz bilan farzandingizni qanday tarbiyalashni kelishib olsangiz va bu kelishuvga har qanday holatda ham xiyonat qilmasangiz, bu borada janjal chiqmaydi. Endi ikkinchisi moddiyat masalasi. Siz oq otda kelgan, chiroyli oppoq otlarda kelgan shahzodangiz turmushdan keyin biroz kam pul topib boshlasa, ko'zingizga oq otdagi shahzoda emas, balki eshak minib kelayotgan cho'poqdek ko'rinishi ham mumkin va bu tabiiy holat qaysidir ma'noda. Ammo biz nikohda qanday va'da beramiz? Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham, borida ham, yo'g'ida ham, sog'lig'ida ham, kasalligida ham. Yonidaman, qo'liyman, quvvatliman. Bu va'daga vafosizlik emasmi? Nima deb o'ylaysiz?